fabrikadan ham telefon bo'ldi, navbatiylar keldi deb, xudo xolasa Namanganga yo'l oldik. O'zim mashinamga Maximga Perenoskiga so'rdim. Kichkina qilib. Endi uzun qilib qo'yibman. Mashinaga sig'may qolsa-da. Ukamiz bilan yana laboda. Xudo xolasa yo'lga chiqdik. Qolib keldik. Manzilda. Nasib bo'lsa o'zi terishga boshlashgan ekanmizga. Beda qilingan. Hozir ichkarini kirib bitta obzor qilaman. Katta ehtimol mana tomonda shekilli. Akamiz kirib ketdi hozir. Bitta obzor qilib aytishi bo'yicha juda ham katta ekan. Hali tasavvurimga ham kelmayapti qanchalik kattaligi. Lekin bir chiqqanda 5-10 mingta xo'ras chiqar ekan. Demak, shunga yarasha katta bo'lishi ehtimol. Bir ko'raylikchi, o'zimga ham qiziq. Fabrikaga kirib oldim. Juda ajoyib ekan. Men tasavvur qilgandan ham dahshat ekan. Bir ko'ring. 70 minus 80 ming atrofida ekan. O, naryoqda ekan. Yo'qda ishlar ishlaganligi uchun yo'qda ololmadim. O'yladim kletkalarda kichkinagina joy desam yo'q. Ancha katta joy ekan. Taqdirga nima bo'ladi? Xo'rozni mashinada mana. Qadran radiatsiyasi. Bo'yniga qarayapti odamdan. Bo'ynida nimasidir bor shekilli. Marjonini nuqtasini olib bo'ladi deydi. Abitoni olib ham aralashib qoldi. U bizga kerak emas, oq kerak-da. Mana oq kerak, mana oq ketamiz. Chunki oq o'rdalarimiz ham bor. Bir yo'la ikkita oldik. Ular asha katta rollermi deb qo'yaman, shunga o'xshagan kattaroqlarni xona aralashgan bo'lsa ehtimol shundan chiqadi dedi. Hozir bular nariga qafasimizga qo'shib qo'yamiz, xohlasa. Bizga o'tdi bu. Boshqa qor ekan. Mingtani ichidan ham makion ham qo'shib qo'ying. Bizga pulini beraman, pulini qo'shib beraman, nech pul bo'lsa, samimiy makionlar sotilmaydi. Ehtimol qo'shilib qolishi ham mumkin ekan. Sapyorga qilayotganda ehtiyotsizlik bilan qo'shib olish ehtimoli bor ekan. Kanal oldik. Ancha kirishimga bunaqa holat ko'rdim. Naqa o'tib desam, yo'q, bu relaks holatida ekan. Relaksda yotgan ekan bu. Atak podvижный ekan hammasi. Mana manosini nima ichar ekan bu? Voy, demak bizga kallasida o'sha bu anaqadan o'tgan, tajribadan o'tgan o'zlar ham shunda. Voy malades, adashmabmiz, deb bayon qilib. Mana akam ham relaksda yotibdi mana aka, vaqti massajda ekan. Ay yaxshi. Yaxshi. Assalomu alaykum, yuklab oldik, Xudoga shukr. Protsess juda qiziq bo'ldi. Yuklab oldik. Javraqa vahima bo'lib ketmaydi ekan. Mingtasi o'tib, kichkina ekan. Nasib bo'lsa endi bir bo'lsa 3-4 mingtaga qalaman shekilli. Qafasda. Olib oldik. Xudoga shukr. Assalomu alaykum, joyimiz.